Assalomu alaykum hammaga. Kriptovalyuta bozorining tahlillerini davom ettiramiz. Bitcoin yana ko'tarilishda davom etyapti. O'sha dushanba kungi haylarda hali yangiladi deya olmayman. 88.200-300 atrofiga chiqib beryapti. Bu o'sha oddiy patron. Nimalar kutilyapti? S&P 500 dagi holat qanaqa? Bu kripto bozoriga qanaqa ta'sir qilyapti? Chunki S&P 500 zo'r ko'tarib berdi. Nimalar kutyapmiz? Nima yangiliklar bor, shular haqida sekin gaplashamiz. Bozordagi holatimiz ja yomon emas. Neytral holatga kelib qoldi qo'rquvdan, esinglarda bo'lsa. Bitcoin iminni o'sha 78, 76, 80 o'sha taraflarda yurganda ancha qo'rquv bo'ldi bozorda va mana ko'p deganlaridek bozor qo'rqqanda ochko'z bo'lganda sot deydi-yu. Sekin ochko'zlikka qarab ketyapmiz. Keyin biz ham o'sha ochko'zlikka o'tganimizdan keyin sekin sotishni boshlaymiz bozordan. Targetlarimiz hali o'zgarmadi. O'zi ham 2 haftadan beri mana shu chiqishda davom ettiryapmiz. 2 hafta davom etyapti. Biz birinchi targetlarimiz 50%, qolgani mana bu joyda edi. 90.691 mingga chiqish kerak edi. Resistance hududimiz bor, qarshilik zona. Shuni yorib o'tish kerak. Shu, boshqa yangilik yo'q Bitcoin bo'yicha. Endi ba'zi tahlillarga qaraydigan bo'lsak, nimalar bor yana? On-chain'dan likvidlarni ko'radigan bo'lsak, asosan 89 mingda likvid zonalar turibdi. Bu degani tepani olish ehtimoli ko'proq. 88 mingdamiz, u bemalol olib 91 largacha chiqish mumkin. Keyingi likvid zona albatta 95 atrofida. Pastda ham bor. Ko'raylikchi, qani vaziyatga qaraymiz. Nima bo'ladi? Ya'ni biz bu yerdan reject olib turib bundoq qilib chiqib ketamizmi? Ya'ni pastdagi likvidlarni ham, mana bularni ham yig'ishtirib chiqib ketamizmi keyin yoki dalshi yorib o'tamizmi? Bu yog'iga yorib o'tamiz. O'shani ham ko'rishimiz kerak. Qani shunaqa vaziyatlar Bitcoin'da. Bundan tashqari Morgan Stanley aytishi bo'yicha, bularning fikri bo'yicha, ya'ni hozirgi fond bozoridagi, ya'ni S&P 500 aksiya bozoridagi ko'tarilish baribir keyinchalik tushish bilan davom etadi deyapti. Ya'ni hozir ko'tarilganmi, baribir yana keyinchalik tushadi degan tahlillarni beryapti. Men bu bo'yicha o'zimning tahillarimni aytdim. O'sha tahlillar bo'yicha ko'tarib berishimiz kerak edi. Примерно 6000 mana bu 300-200 larda olib berish kerak bularni. Ko'ramiz qani olib beradigan bo'lsa o'sha holatlarda. Shu. Bu holatda biz ham oshamiz deganman. Asosiy zona albatta shu resistance o'tib olishimiz kerak. Kutayotgan narsamiz shu Bitcoin'da. Xo'p. Yana boshqa tahlilchilar 76 mingga tushishi bu deviatsiya hosil qilgan deyapti. Ya'ni ko'tariladi bozor, pastga likvidlarni yig'di. Tipa deviatsiya degan nima narsani tushuntiriladi. Hozir buni Bitcoin demay, efirda ham chizib bergandim, o'shani hozir bu yerda ham ko'rsataman. Ya'ni bizda mana bu holatga aytiladi deviatsiya deb. Mana pastki deviatsiya, yana narx yuqoriga ketadi degan tahlil beradi. Endi bu juda kattaroq holatda. Xo'p, bu efirda ham bor edi. Mana oz qoldi dog'lasa o'tib olishiga, o'tib olgandan keyin ko'ramiz. Bunda ham shu vaziyatlar ancha jadallashib ketsa kerak efirda. Va yana boshqa tahlilda nima deyilyapti? Bu avvalgi bull marketdagi korreksiyalardan bittasi, ya'ni o'sha tushib, ya'ni bizda baribir uptrendimiz saqlanib qolgan degan tahlillarni berishyapti. Hammada shu gap bo'lyapti. Endi ko'pchilik ham 50-60 mingni kutgani yo'q, lekin 69 ming, 65 mingni kutganlar ko'rdilar, u joyga kelmadi. Ko'pchilik kutgan narsa bo'lmaydi. Bundan tashqari GameStop kompaniyasi bilasizlar, aksiyasi bor fond bozorida. Bitcoinni zaxira sifatida olishni boshlagan. Bu nima degani? Kompaniyalar ham, misol uchun Apple bo'ladimi? Endi Apple'lar olmaydi, chunki bular bilasizlar bozorga ta'sir bo'lib ketib qoladi. Boshqa kichik kompaniyalar ham olishni boshladi. Demak, Bitcoinga bo'lgan optimizm yana sekin ko'tarishni boshlaydi. Ko'pchilik aytadi, umuman bozorga ishonch qolmaganda oshadi deyiladi. To'g'ri, lekin biz hozir unaqa fazada emasmiz-da. Unaqa faza u anaqada bo'lgan, 2022da bo'lgan. 2022da bo'lgan. Undan keyin mana 24 avgustda bo'lgan unaqa vaziyatlar, ya'ni tushib ketadi degan holatlar. Hozir endi 88 ming atrofida. Bu degani обязательно 12 ming tushadi degan joy yo'q hozirgi holatda. Ko'p narsa yo'q tahlillarda. Hozir ko'ngillardan ko'rib chiqamiz. Layer 0 ham sal ko'tarilishni boshlagan. Men kutgandaqa tushib bergani yo'q, yomon emas. Likvidga qaraymiz, optik budilni ko'p qo'yamiz, yurishiga qaraymiz. Yana ishlashimiz mumkin bo'ladi bunda ham.
Solana ham ko'tarilib qoldi. O'sha anaqani hisobiga bo'lyapti bu. BlackRock Buidol fondi nimadir ishga tushirishyapti. Bu Solana blockchainni ham qo'shgan degan o'sha tahlil eshitgan bo'lishim kerak, adashmasam. Solanani ham qo'shgan bo'lsa, o'sha hisobiga ham ko'tarilayotgan bo'lishi mumkin. Nimalar bor? Asosiy narsalar yorib o'tibdi. Xo'p, amp ko'taraversin. Keyin gaplashamiz bu bilan. Anaqadan ana bu zonasidan o'tib olsinchi, keyin yana bu yoqqa ko'tarilganda yana bitta qarshilik zona bu yoqda bo'ladi. Bu yoqqacha keyin ishlab olsak kerak. Shunga qarab sekin ko'ramiz. Ilm hozir vaziyatda ham yomon emas, uni retest berishi mumkin. Stop lossni 3-4% qo'ysa urib qo'yish mumkin bo'ladi. Shunaqa gaplar. 25% ishlab olsa bo'ladi, 20% atrofida bunda ham. Solanadi. Shunaqa deb o'ylayman. Nima lokalniy resurs bo'lgani uchun buni yorib o'tsa kerak agar Bitcoin ko'tarib olsa yaxshiroq. Xo'p, bundan tashqari mantradagi vaziyatimiz sekin ko'tarilishni boshlagan, hali otib olgani yo'q. Tek proyekt birda ham hali olmadi. Plyusdamiz hozircha. Muhimi mana bu trend liniyamizni yormadi pastga. AXBTda ko'tarilish bor. Risklarni hisobga olish kerak. Riski hamcha balandroqdi buni. Shunga yarasha foyda beradi-yu. Mana vejdan chiqqan, yorib o'tgan retest bor. Yana ketishga harakat qilyapti. Xo'p, ko'tarilgandan keyin yana vaziyatga qaraymiz. Nima bo'lishi mumkin? Tushib keldi, ko'tarilyapti, ili bunaqa bo'ladimi? Bu yoqqa ketamizmi, ko'rishimiz kerak. Lokalniyda. Kunlik o'tadigan bo'lsa, kunlikda bemalol bos deyapti. Bu yoqqa bitta, keyingisi bu yoqqa o'zingizlar hisob-kitob qilib ishlasa bo'ladigan. Bioda ham xuddi shunaqa vaziyatga kirgandik. Bio ham plyusdamiz. Katta plyusda emas, bo'lsa bir 15% bor ekan lekin. Tekpotuz birimiz qancha edi? Bizda 30% atrofiga qo'ygan ekanmiz. Bu ham yaxshi turibdi holati bo'yicha. Esda ishladik. Keyin hozir yana trend tortib buni ham bir ko'ramiz, ishlab ko'rishga 4 soatlikda. Bunda ham bir ideyalar bor edi. O'shani menimcha ko'rib chiqsak kerak. Trend olgan holda aytadi-yu, trend is your friend deb. O'shani hisobiga bu yoqdan bir ishlab ko'rsak kerak. Hozircha qarshilik zonani yorib o'tgan holatda turibdi. Yomon taraf mana bu patron yaxshi emas. Mana bu o'sha buni o'chirib olsa bo'ladi. Mana bu yaxshi patron emas. Bu tushadigan patron hisoblanadi pastga. Xo'p, buzgandan keyin retestga emchi kirib ko'ramiz menimcha. Bu shunaqa patron. Coinlarda vaziyatlar sekin shakllanyapti. Berib boryapmiz. Videosida web gruppa bor. Telegramda bemalol o'tib anaqa qilsanglar bo'ladi. Mana qo'ldan kelgancha tahlillarda berib boryapmiz. Ishlab arzimagan anaqa. Lekin foydali materiallar juda ham ko'p. Maslahat beraman. Qo'shilib olishda ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xullas, ko'tarilyapti bozorda. Yana vaziyatlar bo'ladi. Signal sifatida, tahlil sifatida beramiz. Aytganimizdek targetlarimiz Bitcoinda o'zgarmadi. 2 haftadan beri davom etyapmiz. Bu hafta ham inflyatsiya datalari bor. Hafta oxiriga chiqadi. Indinga chiqadi juma kuni. Hozir. Mana. Bu ham bozorga ancha talchoq beradi. Bizga nima kerak? Ungacha o'tib olaylik. U yoq yana boost bo'ladi, yana qo'shimcha bo'ladi bizga. Shunisi muhim hisoblanadi. Sizlar bilan keyingi tahlillarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Efir bo'yicha ham aytdim holatimizni. Olmoqchilar bo'lsa, masalan, qo'rqayotgan bo'lsa, birinchi kutsin, retest olsin, yana ishlash mumkin bo'ladi. Shu bizning tahlillarimiz. Keyin tahlillarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.